yurtimda hech kim yo'q. Oyimni dorilar, oyim kasal edilar, shuning uchun oyimni dorilarga pul yo'q emas, salfetga sotdim. Nima dey? Onam kasalladi deymi? Kel. O'tir. O'tir. Ol pizzadan ol. Salfetga qo'yib qo'ymayapti, ukam. Yo'q, aka, yeyman. He? Onam siz tomog'imdan o'tmaydi. Oila nima kasal bo'lganlar? Onam yuraklari kasal. Ol ukam, uyingga ham olib beraman. Uyga ham oilaga olib ketasan. Ol. Akalar, o'zi menga nima yaxshilik qildilar? Ukam, seni kasal bo'lsa ham uyda kutadigan onanglar borlar. Meni uyda kutadigan onam yo'q. Sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi